qalbga 3 ta yo'ldan kirish mumkin ekan. Boshqa yo'l yo'q. 3 ta yo'l bor ekan qalbga kirishi. Birinchisi ko'zdan ekan. Ayolingizni go'zal bo'lib ko'rinishligini xohlaganingizdek, o'zingiz ham o'shanga munosib bo'ling. Mo'min inson yuzdagi holda yuradi deganlar. Mayli yangi bo'lmasin, lekin pokiza bo'lsin. Ikkinchi qalbga kiradigan yo'l quloqdan ekan, shirin so'z. Onasi boringga shukr et, taning sog' bo'lsin. Iloho baxtimga, bolalar baxtiga son. Orqamda qolgan onasi, yaxshi ham seni Xudo otam seni tanlab, senday bir tarbiyali qiz olib bergan ekanlar deb bundoq bir shirin so'z. Mayli o'sha yolg'on bo'lsa ham. Lekin bu narsa yo'q-ku. O'shanga yarasha muomala qilyapti. Biz chida olmayapmiz. Uchinchisi, birodarlar, qalbga yo'l burundan ekan. Xushbo'y bo'lsin ekan. Ayolimiz chisnoy yeb yonimizga yotmasin-chi, quchoqlaymizmi? Surbetdan deymiz. Yana chekuvchilar spalniyaga kirishdan oldin oxirgi filtrgacha cho'rib kirib ketadi, bechora xotin erta bilanggacha kurilkani yonida yotganda yotadi. U ham jon, baraka topkur, u ham odam.